Assalomu alaykum. Sizlar bilan Xudo xolasa mana Mac OS sistemasi bo'yicha darslarimizni davom ettiramiz. Mana bu yerda birma-bir tanishib chiqaylik hamma nimasi bilan. Finder ga kiramiz. Finder oknosini kattalashtiramiz. Bu Finder qidiruv degan ma'noni bildiradi, qidiruvchi degan ma'noni bildiradi. Bu yerdan biz o'zimizga kerakli, misol diskka ham kirishimiz mumkin, o'zimizga kerakli diskimizga, dokumentlarimizga, desktopdagi, рабочий stoldagi narsalarimizga, iCloud Drive ga tashab qo'ygan, iCloud diskimizga tashab qo'ygan narsalarimizni qidirishimiz mumkin, tortgan narsalarimizni topishimiz mumkin, applicationda o'rnatgan programmalarimizni topishimiz mumkin, recentda oxirgi ishlatilgan dokumentimizni topishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda asosan nimalarimiz? Endi mana tepada har bitta sistemada ko'rdik, har bitta sistemada orqaga qaytish, oldiga qaytish, poist qilish va fayllarning sortirovkasi, nimalari, joylashuvlarini, nastroykasini to'g'rilab qo'yishimiz mumkin. Mana bu yerda ham orqaga qaytish, oldiga qaytish. Xo'p, mana fayl papkalarda turishi, mana joylashuvimiz, mana joylashuvimiz bor. Bu yerda mana spiska qilib qo'yishimiz mumkin. Mana shunaqa spiska holatda turadi. Spiska tursa, mana bu yoqda ma'lumotlari, qaysi kuni, soat nechida nima qilingan, o'zgartirilgan yoki yaratilgan. Bu yerda anaqasi size deb qo'yadi, ya'ni hajmi, ma'lumotning hajmi. Bu yerda kind turi, mana folder, papka, zip, bu zip fayl, shunaqa narsa. Xo'p, endi bunaqa holatda tursa, papkalarimiz ko'p bo'lsa, mana stolbik holatda turadi, ya'ni pastga tushib, mana bu yoqqa ham o'tadi, bu yoqqa ham, bu yoqqa ham alohida stolbik bo'lib, ya'ni tablitsa bo'lib, ustun bo'lib ko'rinadi. Xo'p, agarda buni bossak, xo'p, papkalarimiz mana bunaqa holatda ko'rinadi. Mana kerakli papkani tanlab, mana ichiga kirishimiz mumkin. Mana orqaga qaytamiz, kerakli papkani tanlaymiz, ustiga 2 marta bossak, ichiga kiradi. Mana faylni ham tanlab, ustiga 2 marta bossak, ichiga kiradi, ya'ni mana tanlaydi. Xo'p, mana. Xo'p, endi xohlasanglar shunaqa ishlatsanglar ham bo'ladi, mana. Animatsionli, qiziqarli papkalar bilan ishlash. Xo'p, endi bu yerda xo'p, joylashuvi, papkalarda joylashuvi, misol uchun name ismi orqali joylashadi, mana. Ism orqali hozir mana qaysi birining ismi, misol A harf bilan boshlanishi kerak edi. Bu yerda A yo'ligi uchun C dan boshlandi. A, B, C ketadi, alfabet bo'ylab ketadi. Xo'p, kind turiga qarab mana o'zgardi. Zip fayllar pastga tushdi, papkalar tepaga chiqdi. Xo'p, agarda siz application qilsangiz, birinchi programmaga tegishli joylari, misol zip programmasi, mana zip arxiv programmalariga tegishli bo'lgani uchun mana tepaga chiqdi. Xo'p, keyingisi data last opened, oxirgi ochilgan papkaga qarab deyapti. Mana oxirgi ochilgan papkamiz shu edi ekan, mana undan keyin bu shunaqa holatda. Bular joylashuvlari, buni o'zingizlar ko'rib chiqasizlar. Size bu razmeriga qarab joylashtiradi. Xo'p, non qilib qo'ysanglar, standart holatda turaveradi. Xo'p, endi nastroykaga kirsak, yangi papkalar hosil qilishimiz mumkin. Xo'p, birorta bir papkani belgilab open qilishimiz mumkin. Nastroykasi, misol papkani o'zi nastroykasi. Xo'p, open in new tab qilsak, shu papkani alohida oknoda ochib beradi bizga. Xo'p, ya'ni tab degani bo'lim, alohida bo'lim qilib ochib beradi mana. Bu yoqda hozirgi ochgan nimamiz, bu tarafda mana bo'limida ikkinchi ochmoqchi bo'lgan new tab qilib ochgan nimamiz. Xo'p, buni ichiga kirsak, bitta tabni ichiga kiriladi, mana bitta tabni ichiga kirilyapti, mana orqaga qaytamiz. Tepada ishlasa hosil qilmayapti. Open new in new tab qilsak, mana tepada ikkita bo'lim hosil bo'ladi. Bu yoqda Mahmudov, bu yoqda CCS shunaqa. Xo'p, buni X ni bosamiz. Xo'p, nastroykasiga kirib, mana davom etamiz. Xo'p, move to trash degan narsasi bu korзинаga tushirish. Xo'p, korзинаga прямой tushirish. Xo'p, eject bo'limida hop, hamma nimani chiqarib yuboradi. X ga boradi. Hamma nimadan nima desam bo'ladi. Hop, eject bo'limida flashkamizni izvili chiqarib yuboradi. Ya'ni xuddi ulanib tursa ham ulanmagan holatga keltirib qo'yadi. Hozir mana kiramiz. Kompyuterga kirsak, mana flashkamizni eject qilib. Hop, endi bu uchun flashkani bitta kirgizib chiqarib olishimiz kerak. Mana hozir kirgizib chiqaramiz. Mana endi ochildi. Mana ejectable deylar, ya'ni izvili chiqaradi. Xo'p, bitta birorta bir minutda. Xo'p, buni bosamiz. Xo'p, eject tushundik. Get info degan narsasi bor. Bu get info bilasizlar, nimadan ham chiqdi.
Windows 10 da 11 da chiqadi bu. Ubuntu da ham adashmasam chiqdi. Get info degani ma'lumotlarni ko'rsatish. Mana shu papkaning ma'lumotlarini ko'rsatish. Mana get info qilamiz. Bizda ma'lumotlarimiz mana size, kind, turi, papka deyapti, folder degani papka degani. Xo'p, byte ko'rsatyapti, 10.8 megabayt deyapti, 10 disk deyapti. Shunaqa. Where deyapti, Mahmudov degan flashkaning nomida deyapti, created yaratilgan vaqti, modify o'zgartirilgan vaqti deyapti. Mana shu yerda mana more info deb bossanglar mana ko'proq mana ma'lumotlar chiqadi. Mana bu yerda asosan papkalarni get info ni bosib turib, papkaning nasrokasini tanlasanglar bo'ladi. Ya'ni xo'p, bu get info ni bosib, papkalar haqida ma'lumotlar topishingiz mumkin. Xo'p, rename degani bu preeminence deganini ko'rib chiqdik. Anaqasini papkaning nomini o'zgartirish mana. O'zgartirdi, birorta bir narsa yozsak, nima bo'ladi? O'zgaradi. Xo'p, yana nasrokaga kiramiz. Rename, compress. Bu compress shu belgilangan papkani zip qilib beradi. Mana arxivlab beradi. Arxiv. Ya'ni arxivga solingan fayllar, arxivator degani qanaqadir arxiv qilib qo'yadi. Ya'ni viruslar, boshqa narsalardan himoya qilish uchun. Va joyini ham ba'zida kichraytirib beradi. Arxivga solib qo'ygan narsalar ishonchli virus yemaydigan holatda bo'ladi. Shuni hisobiga ko'p narsalarni arxivga solib qo'yishadi. Xo'p, shu yerda mana rename, duplication, hozir papkaga kiraylik. Mana fayl bilan papkada ichida nasroka har xil chiqyapti. Mana rename da mana compress, duplicate, make, alias, quick look, copy cgs turibdi. Faylimizda bo'lsa boshqacharoq turibdi. Mana get infodan keyin rename, duplicate, make, alias turibdi. Xo'p, boshqa nimalarim bitta nimada farq qilyapti mana. Papkani belgilaganimizdan keyin xo'p, compress chiqmayapti. Xo'p, duplicate degani bu kopiyasini yaratish mana. Duplicate qilsam nimadan ikkita qilyapti mana, kopiyasini yaratyapti. Bu papkadan ikkita qilib berdi mana. Xo'p, yana kiramiz nasrokasiga kirib turib, xo'p, make alias qilsak, esingizda bo'lsa Windowsda sozdать значок dedik, yirliq, sozdать yirliq. Shu yirligini chiqarib beryapti mana. Xo'p, buni kiramiz. Quick look ccg alias kiryapti mana. Xo'p, papkani o'ziga kiraylik-da mana. Xo'p, quick look ccg kirsak, bu yerda mana ko'rsatyapti. Nechta nimalari bor? Oxirgi o'zgartirilgan vaqti qachon shu narsalarni ko'rsatyapti. Xo'p, mana alohida ko'rishimiz ham mumkin, buni close qilib olsak ham bo'ladi. Arrange by deyapti. Endi bu ham nimasiga qarab, joylashuviga qarab mana o'zgaradi. Anaqasi joylashuvi bu ham o'zgaradi. Bu yerda ko'rib chiqqan narsalarimiz. Xo'p, show view optionga kirsak, bu yerda ko'rinishda nastrokalari chiqadi. Xo'p, bu yerdan bizga kerak emas, standart holatda turgani yaxshi. Xo'p, mana buni bossak kattalashadi, buni bossak kichiklashadi, text size-ni xo'p tanlashimiz mumkin bo'ladi. Atak bu yer o'zi standart holatda turgani yaxshi. Ma'lumot uchun aytib qo'yapman. Xo'p, mayli buni ham tanishib o'tiraveraman. Xo'p, arrange by bu holiga joylashuvi, mana bu tarafdagi joylashuvlardan nimasi? Sort by formatiga qarab turib joylashuvi, bu yerda icon size, mana kattalashib kichiklashtirish, bu tekst yonidagi tekst razmeri, mana xohlasanglar kattalashtirib olsanglar bo'ladi. Endi men asosan standart holatda ishlataman. Show column ichida data and created bossanglar, mana shu yerda ma'lumotlar ko'payadi. Mana bularni hammasini bossanglar, shu ma'lumotlar bu yerda ko'payyapti mana. Keraklilari o'zi nima? Endi menga standart holat kerak, o'zi menga boshqa narsa kerak emas. Use as default qilsam o'zini standart holatiga qaytish kerak. Xo'p, buni x qilib ketaveramiz. Xo'p, yana nimalari bor? Show view option tag degan narsalar bor, belgilab qo'yish mana. Qizilga belgilab qo'y. O'ziga kerakli papkani, misol, kerak emas papka yoki birorta bir nimadir belgilamoqchi bo'lgan nimalaringizga tag belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Endi biz nasrokasiga mana mishkani olib borib kiryapmiz. Mishkani o'ng tarafini bossak ham chiqadi bu yerda hamma narsalar. Shu nasrokadagi narsalar mishkani o'ng tarafini bossak ham chiqadi. Endi bu yerda share bor, ya'ni add private bor, qayergadir jo'natish, boshqa biz bu kirmasak ham bo'laveradi. Misol kirib qo'ysak ham, misol uchun message orqali, email yoki notes yoki boshqa programmalar orqali biz mana AirDrop yoki nimadir orqali biz AirDrop orqali misol Mac, hozir bu MacBook bo'lishi, misol MacBookga o'rnatishimiz mumkin, nimadir MacBookga tashashimiz mumkin. Shunaqa. Xo'p, X deb bosamiz, Finderga kiramiz.
Mana Finderga kirib turib o'zimizga qaytamiz. Xo'p. Bu yerda mana taglarini ustiga bir marta bossangiz qizaradi, sarg'ayadi, misol belgilanadi. Misol birorta bir narsani mishkani o'ng tarafini bosib turib bir marta bossangiz belgilanadi. Yana bir marta bosib turib ustiga yana bir marta bossangiz o'chadi u. X bosamiz. Xo'p, bu yerdagi knop kerak emas. Endi search bo'limiga qaytamiz. Mana search bo'limida biz xohlagan narsamizni qidirishimiz mumkin. Top beradi. Mahmudov ichida top beradi. Bu yoqlarda o'tgan safar ko'rib chiqdik. Xo'p, X bosamiz mana. Bo'ldi. Xudo xolasa, Aknoning ichidagi asosiy nimalarni ko'rib chiqdik, nimalari borligi. Endi ravoy stolimizda mishkan o'ng tarafini bossak, mana bu yerda ham new folder degan nimasi bor, yangi papka ochadi mana. Buni udalit qilamiz. Xo'p, udalit qilishda bu primoy udalit qila olmaydi. Move to trash qilishinglar kerak. Move to trash qilsanglar korзинаga tushadi. Korзинаdagi keyin kirib turib, hamma papkalarni belgilab turib, mishkani o'ng tarafini bosib turib, delete immediately qilsanglar o'chadi. Delete ni bossanglar polностью o'chib ketadi. Hozir bittasini o'chiramizda delete immediately qilib turib. Mana. Ikkinchisini ko'rib chiqamiz, put back qilsanglar, put back qilsanglar orqasiga qaytadi mana. Orqasiga bitta qaytadi, mana papka qaytdi orqasiga. Xo'p. Shunaqa. Xo'p, buni udalit qilamiz. Move to trash qilamiz. Bunga kiramiz. Xo'p, buni bosib turib delete immediately qilamiz. Xo'p, buni new tab bo'lib qoldi. Mishkan o'ng tarafini bosamizda open new tab qilsangiz mana menyuda ichida ko'rib chiqdik. Xo'p, delete immediately qilamiz. Delete qilamiz. Bo'ldi. Asosiy bizga papkani Aknoning ichidagi ma'lumotlarni ko'rib chiqdik. Fayllarda joylashuvlari, sortirovkalari, papkalarning nimasini ko'rib chiqdik. Fayl bo'limida misol new finder window qilsangiz, finder komandasi alohida bitta Aknoda ochiladi. New folder qilsangiz yangi papka ochiladi. Xo'p, new tab qilsangiz yangi tab ochiladi. Ya'ni bu ham o'zi uncha kerakli narsa emas. Xo'p, get info qilsangiz ravoy stolimiz haqida ma'lumot chiqadi mana. Find bo'limi bor, bu yerda qidiruv bo'limi mana. Любой narsani qidirishimiz mumkin. Edit bo'limida, bu yerda edit bo'limida birorta bir papka yoki fayl bilan ishlayotganda narsalarimni imkoniyatlardan foydalanish mumkin. Mana edit bo'limiga kirsangiz, undo new folder qilsak, folderni misol orqaga qaytadi. Misol hozir nomini o'zgartirsak, buni rename qilamiz. Xo'p, endi undo qilamiz, edit kirib turib, mana eski nomini qaytarib berdi. Orqaga qaytarib berdi. Xo'p, edit kirib turib, rendo name qilsa, oldiga qaytaradi. Xo'p, copy nb degan nomini copy qilishimiz mumkin yoki select all qilsak, hammasini belgiladi. Mana hozir bittasini belgilagan edik, mishkana narsa bilan belgilashi bilan, agar edit kirib turib select all qilsak, mana bu ham belgilandi mana. Bu logotip ham belgilandi. Xo'p, bu yerdan start declination emoji symbols like kirsa mana emojilar chiqadi. Mana har xil yozayotganda, misol ustiga rename qilayotganinglarda, misol uchun xo'p, rename qilamiz. Xo'p, birorta bir tekst yozayotganda mana bularni ishlatsanglar bo'ladi. Hozir buni cancel qilamiz. Mana nimalar ham belgilanib qopti. Bitta papkani o'zini belgilaymizda, rename qilib turib, bu yerga misol mana buni bosib qo'ysak bo'ladi mana. Xohlagancha. Mana ko'rdinglar mana. Xohlagan biz bosib qo'ysak bo'ladi. Buni move to trash qilamiz. Compress tushundinglar, arxivlab qo'yadi. Quick look qilsak, shu papkani haqida asosiy nimalarni tez ko'rsatib beradi, ma'lumotlarni. X ni bosamiz. Xo'p, buni move to trash qilamiz. O'chiramiz. Xo'p, edit bo'limini tushundinglar. Select all, boshqa nimalari, asosiy nimalari yo'q. Xo'p, endi view bo'limiga xo'p, clean up mana tekislab qo'yadi. Misol uchun nimalaringiz o'zgarib ketgan bo'lsa, o'zi uncha muhim emas. Misol uchun har xil joyga turib ketgan bo'lsa, mana joylashuvi o'zgarib ketgan bo'lsa, view bo'limiga kirib turib clean up qilib qo'yasiz. Tekst setka bo'yicha joylashtirib beradi mana. Agar bunday qiladigan bo'lsak, mana view clean up. Bu endi clean by deyapti. Clean up ko'rdinglar, joylashtirib beradi. Hali o'zi standart holatda joylashtirib beradi, chiroyli qilib. Endi clean by degani bu turiga qarab, nomiga qarab, qachon o'zgartirilganiga qarab turib joylashtirib beradi. Name qilsak, mana nomi bo'yicha ana ketyapti. Joylashtirib beryapti. Xo'p, show view options. Bu yerda ham hozir ko'rib chiqdik, bu yerda ko'rinishi, mana asosan rabo stolda nastroykalari.
robostolda ko'rinayotgan narsalarni nastroykalarni icon size qilsangiz kattalashadi. Grid spacingni qilsangiz mana o'rtasidagi setka bor, mana ko'rinmas setka, to'rtburchak setkalarga bo'lingan. Buni orasida yaqinlashtirsangiz bo'ladi mana. Mana ko'rdingizmi? Standart holatda qilamiz biz. Mana. Icon size kichaytiramiz mana. Xo'p, text size'imiz ham bor mana. Tagidagi tekstlarni razmeri. Buni ham kattalashtirib kichaytirishimiz mumkin bo'ladi mana. Mana. Xo'p, endi bottom label position, ya'ni tekstni qaysi tarafda turishi, right qilsak, uni o'ng tarafiga turadi, bottom qilsak past tarafiga turadi. Show item info qilsak, tagida shu Wind haqida ma'lumot turadi mana. Ko'ryapsizlar mana 1605 GB, 604 GB free deyapti, ya'ni bo'sh deyapti. 1605 GB dan 604 GB free deyapti, ya'ni bo'sh deyapti. No items, hech narsa yo'q deyapti. Sort by, bu yerda ham shu nomiga qarab, bosimasiga qarab turib joylashuvi mana. Buni yopamiz, go ga o'tamiz. Hop, go bo'limida biz o'tgan safar ham ko'rsatuvdim, adashmasam, dokumentlarimizni, desktoplarimizni tezkor klavish yordamida kirishimiz mumkin mana. Bunda kirsak, kiraveradi disklarimiz mana. Bu yerda nechta disk borligini ko'rsatyapti mana. Ustiga bosib kirib ishlatsanglar bo'ladi mana. Papkalarni zo'r, anchagina qulay qilishgan. Bu yerda recent folder oxirgi ochilgan papkalarni ko'rsatyapti mana. Xo'p, window bo'limida bu window ochilganda birorta bir okno, любой okno ochilganda ochiladi mana. Minimize qilsangiz mana kichrayadi. Ochamiz. Xo'p, window bo'limida zoom qilsak mana keraklicha kattalashadi, o'zini standart holatda kattalashadi. Hali birorta bir oknoda turgan bo'lsak yoki bo'lmasa 2-3 ta oknoda turgan bo'lsak, window kirib turib cycle through window qilsak, almashtirib beradi mana. Cycle through window mana. Endi bunga o'tdi. Shunaqa. Shunaqa. Boshqa nimasi yo'q, xudo xolasa. Bu yerda kerakli joyi yo'q. Xo'p, endi pastda tanishtirib o'taman. Finder'ni ko'rib chiqdik. Finder qidiruv. Xo'p, Siri bu ovoz bo'yicha boshqaruv paneli, ya'ni programma degan ma'noda. Xo'p, Launchpad degan narsasi bor. Bu yerdan har bitta programmani shu yerdan zapustit qilsa bo'ladi mana. Xohlasa endi mana Telegramda mana ochildi. Xo'p, Safari degan nimasi bor, internet brauzer bor. Bu Google brauzerlariga, Yandex brauzerlariga o'xshagan mana Apple'ning o'zini internet brauzeri. Xo'p, bu yerdan любой internet ulangandan keyin любой narsani qidirsangiz bo'ladi. X ni bosamiz. Mail deyapti, ya'ni elektronik pochtalarimizni Google yoki Yahoo yoki boshqa iCloud ulab qo'ysak bo'ladi SMSlar kelishi uchun. Xo'p, quit qilamiz. Quit. Xo'p, buni ham quit qilamiz. Xo'p, keyingisi contact, bu yerga contact bo'limida o'zingizni nimalaringizni bosib qo'ysangiz bo'ladi. Mana o'zim iPhone'imni ulag'dim, kontaktlarim chiqib qolgan mana. X ni bosamiz. Xo'p, kalendar bo'limida asosan bizni kalendarimizni ko'rsatadi mana. Bu yerda mana day, kun, week, hafta, month, oy, year, yil. Buni tepasini bosib mana kichaytirib X ni bosamiz. Xo'p, keyin notes, zametki. Bu yerda ham o'zimizni noteslarimizni yozib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun, avtoshkola hozir buni iPhone'im ulag'dim, o'sha iPhone'imdagi nimalarni noteslarni ham ko'rsatyapti. iPhone bilan Mac OS'lar bir-biri bilan juda ham chiqishib ishlaydi. Xo'p, yangi ochish uchun mana bu yerdan bosamiz. Xo'p, yozamiz mana. Birorta sarlavhasini qo'ysak, Mac OS deymiz mana. Mac OS tagida mana shu pastdan xohlaganimizni yozib ketaveramiz. Shunaqa. Ularni o'zingizlar bir qator tanishib qilsanglar ham bo'ladi, uncha muammo emas. Mana buni yopsak yopiladi. Xo'p, bu nimasi joylashuvlarni ko'rsatadi mana. Xo'p. Mana. Xo'p, o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Bu delete qiladi. Belgilangan nimani, zametkini, ya'ni eslatmalarni. Xo'p, bu o'zgartiradi, yangi nima qiladi? Yangi ochadi mana. Xo'p, bu bloklaydi, lock note qilib qo'yadi. Bloklab qo'yadi, cancel qilamiz. Xo'p, bloklab qo'ysangiz hech kim kira olmaydi. Xo'p, bu joylashuv mana. Tablitsa hosil qilib beradi. Bu tablitsa hosil qilyapti anaqamizga. Zametkimizga buni bosamiz, yo'q bo'lib ketadi. Convert to text qilsak, tekstga o'tadi. Buni bossangiz saqlaydi mana. Har bitta nimamizni mana ish bajaradigan qilib beradi mana. Keyin bitishgani bosib, bajarilgan ishlarni bitishga bosib ketsak bo'ladi. Reminders, eslatmalar bu yerda eslatadi.
Xo'p, soat mana kuni mana qanaqa narsam bor, mana kuni mana qanaqa narsam bor deb turib, add list qilib turib, bu yerda yozib qo'yishingiz mumkin. Maps bu yerda kartalarimiz ko'rib chiqsa bo'ladi, internet bor bo'lsa, xudo xolasa. Bu yerda bu mana Maps, Google Mapsga o'xshagan narsa. Xo'p, foto bo'limida bizni iPhone'da ulasak, iPhone'imiz ichidagi narsalar ko'rinib turadi, misol uchun. O'sha yerda place, xuddi iPhone'ning fotosiga o'xshagan narsa. Xo'p, message. Bu yerda SMS'larimiz, iPhone'da ulasak, bu yerda SMS'larimiz ko'rinib turishi kerak. Xo'p, SMS ko'rinishi uchun iCloud'da ham ulab qo'yishimiz kerak. Xo'p, FaceTime, iPhone'da FaceTime ham bor, ya'ni video vizovga o'xshagan programma. Xo'p, iBook bu yerdan kitoblarni ko'rishimiz mumkin internet orqali. Xo'p, App Store'da ko'rib chiqdik. System Preference, mana bu yerdan. Keyingi darsda shuni polностью tanishib chiqamiz. Xo'p, keyin o'rnatgan programmalar mana bu yerda turibdi. Buni X ni bosib, Quit ni bosib, bu yerda yo'qoladi mana. Downloads, tortilgan narsalar. Xo'p, sizlar bilan asosiy yana ikkinchi qismi, tanishtiruv qismini, ya'ni ikkinchisi tugadi. Xudo xolasa polностью aknovlar ichidagi nastroykalari, pastdagi dokimizni polностью habitasi bilan tanishib chiqdik. Keyingi darsimizda preference bo'limini o'tamiz. Preference bo'limida nimalar borligini ko'rib chiqamiz. Keyin xudo xolasa MacBook sistemamiz tugaydi, keyin Windows 11 ga o'tamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.